Assalomu alaykum hammaga. Bugun vatandoshimiz Abduqodir Husanovni Newcastlga qarshi maydonga asosiy taklif tushganlik boisidan biz qo'llab-quvvatlashga keldik. Ana Dahshat Manchester City yarim himoyachisi Omar Marmush Newcastlga qarshi uchrashuvning 33 daqiqasidayoq raqiblari darvozasi tomon 3 ta gol kiritishga muvaffaq bo'ldi. Qo'l qorish kerak. Marmush hat-trick muallifiga aylandi birinchi taymning o'zidayoq. Omar Marmushdan ajoyib sermahsullik. Eslatib o'taman, ushbu uchrashuvda asosiy tarkibdan o'rin olgan hamyurtimiz Abduqodir Husanov ham birinchi taymni yomon o'tkazmadi. Hattoki ikkita epizodlarda Pep Gvardiola Abduqodirning harakatlarini olqishladi, uni qo'llab-quvvatladi. Hammasi yaxshi ketyapti. Ko'ngildagidek.